Nozik ma'no. Kim shubhali ishlardan o'zini tiysa, ochiq oydin bo'lgan gunohlardan tiyilishda yana ham qattiqroq bo'ladi. Shubhali ishdan o'zini tiya oldimi? Gunoh emasligi shubhali bo'lib turgan narsadanki o'zini tiya oldimi inson? Endi haromligi ochiq oydin bo'lgan ishlarda yanada qat'iyroq bo'ladi. Shubhalikni tark qilishlik insonni taqvosiga dalolat qiladi. Endi shubhali narsalarga tushib qolgan odam ochiq oydin bo'lgan gunohga ham kirib qolishiga oson bo'ladi. Qasddan, jur'at bilan odamlarning nazdida shubhali bo'lgan gunohni sodir qilsa birov, keyinchalik ochiq oydin gunohni ham sodir etishlikka unda jur'at paydo bo'ladi. Junayd rahimahulloh aytadi: kim